14-ci məsələ həll qilish. Avtori doktor Erkin Sıdıq. Məsələlərning məsələ bo'lib turishiga yo'l qo'ymang. Önümlük liderlər qiyin o'tganlarga qarshi o'tirg'i chiqalaydi. Mana bu yengüchilarni to'liq qaqshaydigan kishilardan farqlantirib turadigan narsalarning biridir. Bir liderning qaysi sohaga tavalligidan qat'iy nazar u cho'qim masalalarga duch keladi. Mundaq 3 xil sabab tufaylidan bu xil ahvoldan saqlangani bo'lmaydi. Birinchi, biz barg'ansir murakkablashib va rangdorlashib ketayotgan dunyoda yashayapmiz. Ikkinchi, biz kishilar bilan munosabatlashib turamiz. Uchinchi, biz duch kelgan ahvollarning hammasini biz o'zimiz kontrol qila olmaymiz. Masalani unumli hal qila oladigan liderlar mundaq 5 xil sifatga ega bo'ladi. Birinchi, ular masalalarni oldin mo'lcharlay oladi. Masalalardan saqlangan bo'lmag'achqa, yaxshi liderlar ularni oldin mo'lcharlaydi. Yo'lning oson bo'lishini umid qiladigan odamlar davomli o'ngsizlikqa uchrab turdi. Agar siz ijobiy pozitsiyaga ega bo'lsangiz hamda eng nachar ahvolga oldin tayyor bo'lib tursangiz, oldingizga kelgan masalalarni hal qilishga foydali sharoitlarni yarata olasiz. Ikkinchi, ular amaliyotni aynan qabul qiladi. Kishilar masalalarga mundaq muomala qiladi. Ba'zilari masalalarni e'tirof qilmaydi, ba'zilari masalalarni e'tirof qilsa-mu, ularni bir yoqqa tashlab qo'ydi. Yana ba'zilar bo'lsa, masalalarni e'tirof qiladi hamda ahvolni yaxshilash yo'lida tirishadi. Liderlar har vaqt yuqorqi 3-chi yo'lni tanlashi kerak. 3-chi, ular umumiy manzarni ko'rdi. Liderlar davomli umumiy manzarni ko'rib turishi yoki umumiy vaziyatni tushunib turishi kerak. Ular hissiyotning kontrolligida qolsa bo'lmaydi. Shundaqla ular kichik ishlarga petib qilib, muhim ishlarni ko'ra olmaydigan bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Yozuvchi Montapert mundaq yozgan: ko'p sondagi kishilar to'salg'ini ko'rdi, oz sondagi kishilar bo'lsa maqsadni tushundi. Tarix maqsadni tushundigan kishilarning muvaffaqiyatini xotirlab, to'salg'ini ko'rdigan kishilarni bo'lsa asdan chiqarib etish mukofoti bilan mukofotlaydi. 4-chi, ular bir vaqtda faqat birla masalani hal qiladi. Qiyinchilikqa ko'p duch keladigan liderlar masalalarning ko'pligidan nafas ololmay qolib, masalani qo'lining uchida hal qilishga urinadigan kishilardir. Agar oldingizda nurg'un masalalar bo'ladi ekan, siz cho'qim hozir tutish qilgan masalani oldi bilan hal qilib, ondan yana bir yangi masalaga o'ting. 5-chi, ular o'ngsizlikqa uchraganda asosliq nishondan voz kechmaydi. Önümlük liderlar cho'qidan cho'qiga sakrash prinsipini tushunadi. Ular o'ngsizlikqa uchraganda emas, ishlarni ijobiy tarafga burg'an chaqdala cho'ng-cho'ng qarorlarni oladi. Har bir masala sizni o'z-o'zingizga tanishtirdi. U sizga o'zingizning qanday tafakkur qiladiganligingiz va sizning nimadan tuzilganligingizni ko'rsatib berdi. Masalani unumli hal qilish iqtidori to'salg'ularga qanday muomala qilish va ularni qanday yengish tajribalaridan keladi. Siz har qitim bir masalani hal qilganda bu jihatdagi iqtidoringizni bir baldoq o'stirsiz. Agar siz sinab beqish, mag'lub bo'lish, yana sinab beqish jarayonini mangu sinab ko'rmaydigansiz, siz masala hal qilish iqtidoringizni mangu o'stira olmaysiz. Masalalarni hal qilish iqtidoringizni o'stirish uchun buni ishlarni qiling. Chatoq izlang. Agar siz hozirgacha masalalardan o'zingizni qochirib kelgan bo'lsangiz, endi chatoqlarni izlab tepib, ularni hal qiling. Masala hal qilishning to'g'ri usulini tepib chiqing. Atrofingizga masala hal qila oladigan yoki qo'lidan ish keladigan odamlarni to'plang. Agar siz masala hal qilishga mahir bo'lmasangiz, qo'shuningizga qo'ldan ish keladigan odamlarni kirgizib, ularni ishga seling.